Jazoni ijro etish muassasalarida mahkumlarni ijtimoiy hayotga qayta tayyorlash kabi muhim vazifalar doirasida ijro etish departamenti tomonidan turli amaliy tashabbuslar va shart-sharoitlar yo'lga qo'yilgan. Jumladan, hunar o'rgatish orqali mahkumlarning bandligini ta'minlash va ularni kasbga yo'naltirish ishlari bugungi kunning eng muhim masalalari qatoridan joy olgan. Yigitlik mana ko'rib turganingiz, bizani o'sha shogirdlarimiz tomonidan to'qilgan savatlar, bular asosan tol, tut, sigaret novdalaridan to'qiladi. Koloniyamizda shunaqa qulayliklar yaratilgan, undan tashqari plastmassaviy loza, ya'ni ratang deb ataladigan novdalarimizdan to'qiladigan boshqa mahsulotlarimiz ham bor. Ko'rib turganingizdek, turi ko'p. Ayniqsa bu jarayon kasb-hunar egasi bo'lgan tajribali mahkumlar tomonidan bilim va ko'nikmalarni boshqalarga o'rgatilayotganligini alohida ta'kidlash o'rinlidir. Natijada mahkumlar nafaqat vaqtini mazmunli o'tkazmoqda, balki kelgusida mustaqil faoliyat yuritish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Men Sirdaryo viloyati Xovos tumani Xo'jamishkin qishlog'ida tug'ilganman. 1992-yilda tug'ilganman. Bolaligim asosan Toshkent shahrida katta bo'lganimizda Toshkent shahrida 124-ta'lim maktabida o'qiganmiz. Jo'rayev Qamarbek O'tkir o'g'li O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 59-moddasi 8-qismi bilan 6 yil u 1 oy muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. Navoiy viloyati Qiziltepa tumani 5-son jazoni ijro etish koloniyasida o'z jazo muddatini o'tab kelmoqda. U jazo muddatini o'tash davomida o'ziga tegishli ijobiy xulosa chiqargan. Axloq tuzalish yo'liga o'tgan mahkumlardan biri Qambarbek o'zining yoshligidan egallagan kasb-hunarini bugun o'zi qatori adashgan qismatdoshlariga o'rgatmoqda. Oilamizda onamizni shu kasbni savat ishlab chiqarishda ancha tajribali bozorlarda joylarimiz bor edi. Shu bilan shu savatchilik bilan shug'ullanardi. Shu xonadonimizda, uyimizda ham usta hunarmandlar kelib, shu savatchilikni to'qib, savatlarni o'rganishardi. Shu savatlarimizni bevosita bozorlarga olib chiqib sotilardi. Uch kun kelganimizda men o'ylagan edim 6 yil davomida qanaqa kun o'tkazaman, qanaqa qilib bo'ldi, hamma narsa tugadi. Men uchun hamma narsa tugab qoldi-da. Men o'ylamagan edim, bunaqa sharoitlar yaratib berishadi, imkoniyatlar beriladi. Biz uchun shuncha shart-sharoitlar tayyorlanganini bilmagan edim. Bevosita o'sha birinchi karantinga o'sha o'rganish markazimizga kirganimizda hamma bir xil saflanib olgan, hamma shu o'tir boshqa nimaga unaqa qilishar ekan desam, bu hammasi o'sha o'rganish, moslashish uchun qilingan juda yaxshi shart-sharoitlar ekan. Bevosita keyin rahbarlarimizga kirib borishdi. Koloniyamizning rahbarlari borib bizlar bilan suhbatlar o'tkazishdi. Qani endi kim qaysi kasbni biladi, kim hunari biladi, hunar o'rganish xohlaysizlarmi? Bizda o'sha til o'rganishga, boshqa hunarlarni o'rganishga shart-sharoitlar yaratilgan. Chiqsanglar koloniyamizda juda ham bir o'sha usta hunarmandlardan o'zingiz uchun kasbni o'rganishingiz mumkin deb turib o'sha aytib o'tishdi. Men ham rahbarlarimizga shu ma'qulimdan savat to'qish keladi. Shu savatchilikni to'qisam, o'zimni kasbimni o'rgatsam deb taklif bildiruvdim. Taklifimni qo'llab-quvvatlab, hozirgi kunda mana novdalarimizni olib kelib berishdi. Shart-sharoitlar yaratib berishdi. Bevosita mana shogirdlarimiz bilan o'sha savat to'qishda sharoitlarimiz mavjud. Bunday amaliy mashg'ulotlar shaxsning ijobiy o'zgarishiga xizmat qilishidan tashqari, tayyorlanayotgan mahsulotlar mehnat natijasini yaqqol namoyon etadi. Eng muhimi, ushbu jarayon mahkumlarda mas'uliyat, sabr va intizomni ham shakllantiradi. Bu esa ularning jamiyatga moslashuvini osonlashtiradi. Bu yerda vaqt bekorga o'tmaydi. Bu yerda inson mehnatni, sabrni va umidni o'rganadi. Men uchun bu hunar hamma narsani anglatadi. Ya'ni nima desam bo'ladi?
inson hayoti davomida nimagadir intiladi. Nimadir ustida, o'zini ustida ayniqsa ishlash kerak bo'ladi. Qachonlardir bolaligimda sal to'polonchiroq bola bo'lganman. Onamlar bitta ustamiz bor edilar, usta hunarmandimiz bor edilar. Uylariga shu bir hafta 10 kunga jo'natib, shu bor savatchilikni o'rganasan o'sha yerda. Qo'yilasan, shu to'polon qilavermaysan. Bitta hunar egallasang, shu hunari orqasidan ertaga daromadli bo'lasan, kelajagingda kerak bo'ladi deb shu hunarmand ustamizni uylariga jo'natganlar-da. Keyin borib turib o'sha savatni to'qishni o'rganib keldim. Va shu hunari orqasidan qariyb 30 yildan oshiqroq oilamizni, ro'zg'orimizni tebratildi. Bu men uchun juda ham bir katta bir tadbirkorligimni rivojlantirishga, hunarmandchilikni rivojlantirishga va har bitta shu savatimizning narxi masalan men aniq esla olaman. O'sha 4-5 sinfimizda savatlarning narxi 3000 so'm, 5000 so'm bo'lardi. Hozirgi kunga kelib turib, daromadli kasbga aylanib, bitta savatimizning narxi 50, 60, 100 ming so'mgacha ham chiqib ketdi. Hozir har bir xonadonda, har bir to'yda, har bir bayramda, har bir sovg'a qilinayotgan gullarda savatdan keng foydalanib kelyapti. Oddiy cho'pdan sizlar san'at darajasidagi mahsulotni ishlab chiqaryapsizlar, to'qiyapsizlar o'zingizlar qo'lingizlar bilan. O'shaning uchun sabrli bo'lish kerak va tasavvur keng bo'lish kerak. Tolnodalar bilan ishlaganimda eng qizig'i tabiatni his qilaman. Nimaga? Tabiat o'zida shunaqa biz uchun xomashyo yaratib beradi. Va o'sha xomashyodan to'g'ri foydalanib turib, biz o'sha savatlarning har bittasini shakli chiqayotganda bu tabiat shaklida. Har bir novda o'zini yumshoqligi, o'zini qayishqoqligi, o'zini bir o'sha uzviy tabiat bilan bog'liqligini his qilaman. Agar hayotim tolnodasiga o'xshatadigan bo'lsam, to'g'ri o'sib turib, har bir tolda bo'ladi bu narsa. O'shdan to'xtab qolgan joyida mana qish kelib, bahor yangi bahor kelganda tolnodasini baglari shunaqa chiroyli bo'lib turib ochiladi-da. O'sha endi gullab yetilayotgan tolnodasiga o'xshataman o'zimni. Har bir inson hayotda adashadi va bevosita o'zi uchun sabr va tanaffus olish kerak bo'ladi-da. Koloniyamizda savatchilik bilan, shu hunar bilan shug'ullanish men uchun juda ham katta bir tajriba bo'ldi. Va ilm olishda u uchun qunt bilan yondashish muhim ekan. Men uchun umuman koloniyamizda yaratib berilgan sharoit ham, umuman hozir biz o'sha ishlab chiqarayotgan savatlarimiz ham, bevosita atrofimizdagi shogirdlar, ustozlar tajriba almashinuvi juda bir katta bir maktab va institut bo'ldi men uchun. Ba'zida insonni o'zgartirish uchun ko'p ishlar yoki sehrli so'zlar shart emas. Uning uchun oddiy mehnat yetarli. Bugun bu yerda yaratilayotgan buyumlar oddiy mahsulot emas. Bu mehnat natijasi, bu sabr mevasi, bu to'g'ri yo'lga o'tishning oddiy ko'rinishi. Qamalgan kunim eng qiyin davrim hisoblanadi, ya'ni inson oilasidan ajralishi, jamiyatdan ajralishi va qilgan o'sha o'zini jinoyati, aybi anchalik og'irligini his qilgan davr eng o'sha men hayotimdagi eng og'ir davr bo'ldi. Inson o'zini kechira olish uchun birinchi o'rinda o'zini atrofidagilarga aziyat yetkazganligini his qilish kerak. O'sha atrofimizdagi insonlar faqatgina biz jabr chekmadik. Men o'zim, oilam, ota-onam, farzandlarim bor, farzandlarim, ayolim, hammasi hozir men bilan birga jazo o'tashyapti.
ular ko'proq aziyat chekyapti mendan. Ayniqsa onamlardan men 30 yil davomida, 32 yil davomida umuman ajralmaganman. Otamlar har safar har kuni ertalab sog'inch bo'ladi-da, meni o'zimda qanchalik sog'inch bo'ladi, ertalab bitta dasturxonda o'tirib turib, bitta piyolada qaymoq, yonida issiq nonni olib kelib turib, ota-onangiz oldida maza qilib, sindirib, menda shunaqa bo'lardi. Har kuni ertalab oilam bilan o'tirardim. O'shani shunchalik sog'inaman. Farzandlarim yonimda, dodasini, buvisini qo'lida xursand bo'lib o'tirishardi, quvonch. Men sog'inib ketyapman ularni shunchalik. Ular ham meni shunchalik menimcha his qilishyapti, sog'inishyapti. Men o'zimdan ko'proq oila a'zolarimga, farzandlarimga, ota-onamga ko'proq jabr chektirib qo'ydim. Va agar imkoni bo'lsa, kechira olsa, kechirishligini so'ragan bo'lardim. Qamarbek bu yerda yolg'iz emas. U boshqalarga ham yo'l ko'rsatmoqda. O'zi yaratgan oddiy ustaxona uning uchun umid maskaniga aylandi. Har bir yangi shogird bu yangi imkoniyat. Uning uchun har bir tayyor natija bu bir hikoya, har bir harakat bu ichki kurash. Bir kun kelib u bu devorlar ortidan yorug'likka albatta chiqadi. 6 oy davomida hozir shogirdlarga savat o'qishni o'rgatyapmiz. Hamma xil savatlarni. Shogirdlarga qo'limdan kelgancha bor bilimimni, to'qishi va bizda savatchilikda 273 xildan oshiq turlarimiz bor. Shu turlarning imkoni bo'lsa har bittasiga har bir turini va savatlarda mana ko'rib turganingizdek har xil gullarimiz bor. Har bittasini o'rgatishi va kelajagi uchun, nafaqat bugun uchun, kelajakda o'sha oila a'zolariga ham farzandlari, nevaralari o'rgatish uchun o'zimdagi bor bilimimni berishni xohlayman. O'sha sam uchun nima kerak, qanaqa novdalar kerak, qanaqa mahsulotlar kerak deb so'rashdi. Bu tol novdalarimizni topish o'z emas, oson emas. Bizga qanaqa kerak, qanaqa novdalarimiz kerak, qanaqa sharoit kerak, qanaqa mahsulotlar kerak, dastgohlar kerakligini iltimos qilib aytganimizdan keyin rahbarlarimiz bevosita eng yaxshisini, eng sifatlisini, eng kerakli novdalarimizni olib kelib berishdi. Hozir ko'rib turgan shu novdalarni ham eng tekislari, eng sifatlisi kelganda, bulardan to'g'ri foydalanib, unumli foydalanishimiz uchun dastgohlarimizni ham eng yaxshilarini olib kelib berishgan. Koloniyamiz ma'muriyati tomonidan bizga yaratib berilgan sharoit bu men uchun ikkinchi imkon. Chunki bunaqa imkoniyatni ko'chada sharoitni yaratib berish olmaydi. Uni ko'chada bo'lsak, ko'chada o'zimizda sharoit yaratishimiz kerak. U yoqqa yugurib, bu yoqqa yugurib bo'ladi. Bu yerda koloniya biz uchun juda ham katta bir ikkinchi imkoniyatni yaratib berishdi. O'zimizning tajribamizni yana ham oshirish uchun harakat qilamiz. Lekin bitta narsaga ahamiyat beringlar, har doim xato bo'lmasin. Mana ham yonida turibdi-yu ortiqcha cho'plarimiz. O'shalarni boshida kesib olish kerak. Bu sizlarni savatingiz chiroyli chiqishi uchun eng muhim narsa hisoblanadi. Ozodlikka chiqqanimdan keyin Xudo xolasa savatchilikni yanada takomillashtirish, bu yerda o'rgangan, tajriba olgan shogirdlarimning davrasini kengaytirish va shu yo'nalishni mukammal qilib turib, respublika miqyosida 1000 dan oshiq oilalarga yana ham ko'proq shu savatlarni to'qishi va buni daromadini olishda harakat qilmoqchiman. Usta shogird maktabini ochmoqchiman, Alloh. Shu hunar bilan hayotimni to'liq davom ettirmoqchiman. Agar hozirgi o'zim o'tmishdagi Qamariddinga gapira oladigan bo'lsa, hunaringni hech qachon tashlama. Yoshligingda olgan biliming har doim sen bilan birga. Va shu bilimni ustida ko'proq o'rgan va xatolarga yo'l qo'yma. Shu hunar orqasidan ket degan bo'lardi. Yaqinda mana 2026-yil 24-fevral kuni muhtaram prezidentimiz yoshlar bilan uchrashuvlar bo'ldi. U yoshlar bilan uchrashuvda nafaqat
u davradagi yoshlar, balki butun boshli koloniyamizdagi hamma mahkumlar, ya'ni qismatdoshlarimiz o'tirib birgalikda ko'rdik bu axborotni. Bu jarayonda to'g'risi aytsam, men ko'zimga juda ham bir yosh keldi. Va yonimdagi hamma o'sha mahkumlarga qarasam, yigitlarga qarasam, ko'zlarida yosh, kayfiyat, ham kulyapti, ham xursand bo'lyapti, ham o'zi jo'shib ketyapti. Chunki muhtaram yurtboshimiz ikkinchi imkon loyihasini boshladilar. Butun respublika bo'yicha koloniyalarda o'sha har bir yoshga bilim, kasb, hunar o'rgatamiz. Endi ular bilimli bo'ladi, kasbli bo'ladi. Menga shu ikkinchi imkonni berishganligidan juda ham xursandman, juda ham baxtiyorman. Xulosa qilib aytganda, hunar o'rgatish tizimi mahkumlarga yana bir yangi imkon yaratishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Har xil tilli, har xil kasbli koloniyamizda bor. Xudo xolasa va bevosita men hammani nomidan ayta olaman. Bu ishonchni oqlash uchun bor kuchimiz bilan, g'ayratimiz bilan harakat qilamiz. Bu muhtaram yurtboshimiz tomonidan bizga berilayotgan ishonch. Bu ikkinchi imkondan biz unumli foydalanishga harakat qilamiz va ishonchlarini oqlayman.